Hijoma minnatga davo emas. Hijomani o'zini vaqti bor. Venadan qon oldingiz nima, bu yerdan oldingiz nima? Skor ham keladi, daryosi oshib ketgan odam keladi, 10 gramm qonni olib tashlaydi. Oldimga bitta o'rta yoshli odam keldilar. 40 kun hijoma qilishdi. 40 kunda men aytdim, hijomachi mashina olmoqchimikan, kuldim men. Nima unaqa deyapsiz? Oga mashina yurib kelganingiz o'zi dedim, men xursandman. Boshiga, peshanasiga, bo'yniga hijoma. Men misol uchun o'zim ham hijoma qo'yaman, lekin hech qachon boshiga qo'ymayman, peshanasiga qo'ymayman. Qachon qo'yiladi? U qachonki juda davleniyasi yuqori bo'lganda, qon bosimi kritik holatlarda qilinadi. Chertma ham bo'lgan, uni teshib qo'yib qonni olishyapti-ku. U nima qiladi desa, o'sha qon tizimida ozgina qon, venadan qon oldingiz nima, bu yerdan oldingiz nima? Skor ham keladi, daryosi oshib ketgan odam keladi, 10 gramm qonni olib tashlaydi, bo'ldi. Ha, yengil bo'lib qoldim deydi. O'shani klip variantida, uni tikib teshib qo'yadi. O'tirasiz, sal qimmatroq bo'ldi. Hijomani ba'zi paytlarda qilish mumkin emas. Hijoma ko'rasiz, tanasiga hijoma kerak, lekin qilt yetilmagan. Yetilmagan paytda qon olishingizda nima foyda?